Hammaga salom. Bugun yana biz oilaviy video olishga qaror qildik. Bugun havo juda go'zal bo'ldi. Shu sababdan plan qilib oilaviy do'stimiz bilan ko'rishib, kuni bo'yi kun kechirishga qaror qildik. Bu esa Londonning eng mashhur ko'chalaridan biri. O'ng tarafda esa Harrods. Hamma biladi bu shopni, juda ham chiroyli va brendli shoplar ichida. Va mana biz Libanese restoranga ham keldik. Biridan go'zal va shirin ovqat yeb kunimizni chiroyli kechiryapmiz. Ovqatlanishdan so'ngra esa shiriniyat yeyishga Mustafa Hafizga keldik. Mustafa Hafizni ichini obzor qilib beraylik dedim sizlarga. Ishida hamma narsa juda ham shirin, juda ham vkusni va eng kerakligisi juda ham chiroyli. Mimi mana sizlarga obzor qilib beryapti hamma joyi. Bu shiriniyat restorani Dubayda ham mavjud. Dubay shahriga borganda har doim borib shirinliklar yerdik. Londonda yaqin orada ochildi. Yaqin orada deganda ham bir yarim yilcha bo'lib qoldi. O'shaning uchun har safar borib turibdi va har xil narsalardan yeb maza qilamiz. Bu yerda Mimi xonim narsa tanlayaptilar. Men o'zimga turetski kofe va kralicha pistachio zakaz qildim. Hamma har xil narsalar zakaz qildi. Stolga hali ko'p narsa kelmagan. Men video qilaverdim. Hamma bir-biri bilan gaplashib maza qilyapti. Bu esa baby changing room. Singlimiz ham pampersini almashtirishga kirdik. Bu esa qizlar o'ynashyapti. Bir-birini ko'tarib. Aysha esa Jasmine sinfdoshi hamda. Kunimiz chiroyli o'tib, chiqsam mashinam turgan ekan. Albatta bu hazil. Kunimizni yaxshi o'tkazib uyga qaytdik. Bu esa bizning garaj. Jassi qulimacha bog'ga to'kiladi yog' o'ynayapti. Shu bilan kunimiz bitdi. Hammaga xayr. Sizdan esa bitta like.